Потому man bularga ishonaman. Birinchi kelganimda man bularni sevib qolganman. Shu mahkam ushlaganman Zarinani. Bularni yoniga man u kosmetolog menga qilgan problemasi bilan aslida kelganman-da bularga. Menga bittada birinchi kelgan kunim o'zida menga to'g'rilab bergan. Shu facelifting qildirganman kelganimda. Hattoki o'sha 10,5 soat vaqtimiz ketgan 15-20 minutmi do и posleda farq juda ham katta. Bularni izimkasi, bular hech qaysi boshqa kosmetologga o'xshamaydilar. Она другая, она какая-то особенная просто. Вот когда я ее первый раз увидела, я аж вот ayol kishi bo'lsa я влюбилась в нее. Чисто mana shu qanaqadir ham havas qilaman bularni, to'g'risi. Mana ayol kishi sifatida narsani ayta olmayman. Sizga boshqa kosmetologlarga borsangiz, ularning dardi faqat pulingiz olish. Keyingi rezultat siz qaytib unga borasizmi, bormaysizmi, u ham qiziqtirmaydi, u kosmetologda-da. Lekin mana Zarinaga kelganimda aytganlar, mana men bunaqa qilsak bo'ladi. Bittada effekti o'zingizga ham bilinadi, rostdan ham shunaqa. Misol uchun yana bularga mana buni ham qilib qo'yavering bugun desangiz, xo'p demaydilar, yo'q deydilar. Sabr qiling, mana buni effekti bilinsin, oradan vaqt o'tsin. Keyin demoqchimanki, bular ishini sevib, o'zlari yaxshi ko'rib, shu kasb tanlaganlar deb o'ylayman. Chunki 100 dan 80% ishoning, kosmetologlar pulni ketidan quvish dardida.